qizimiz 7 haftalik homiladorlar. Tak. Va necha yoshingizda bo'lgansiz revmatizm? 16 yoshlarida revmatizm bilan kasallangan ekanlar. Revmatizm bu shunaqa kasallik, bunda лежит суставы и травмирует сердце degan gap borda, ya'ni bo'g'imlarni yalab o'tadi, yurakni travma beradi. Aynan qanaqa paytda hammada ham bermasligi mumkin, lekin ko'pincha yurakda muammolar berishi mumkin. Mana bu qizchamizda ham 16 yoshlarida bo'lganlar, lekin kerakli paytda lecheniyalar olganlar. Shundoq bo'lsa ham baribir klapanda ozgina yetishmovchilik bergan va hozir turmushga chiqqanlar и homilador. Endi homiladorlik jarayoni qanday ketadi? Prinsipi xuddi